pensiyasini bank kartasiga oladigan yurtdoshlarimiz uchun juda muhim ogohlantirish bor. Men bugun oddiy bir gapni aytmoqchiman. Karta qulay, lekin karta orqali pensiya olishda ayrim xavflar, ushlanmalar, bloklanishlar va firibgarlik holatlari ko'paygan. Bu ma'lumot har bir pensionerga, ularning farzandlariga, kelin-kuyovlariga, nabiralariga tegishli. Chunki bugun bilmaslik sababli odam o'z pensiyasidan vaqtincha foydalana olmay qolishi, pulining bir qismi yechib olinishi yoki umuman firibgarlar tuzog'iga tushishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu gaplarni yaqinlaringizga albatta yetkazing. Avvallari ko'pchilik pensiyani naqd pul shaklida pochta orqali yoki mahalla bo'yicha tarqatiladigan tartibda olardi. Odam uyda kutardi. Belgilangan kunda pensiya olib kelinardi yoki o'zi borib olardi. Albatta, bu tizimning ham noqulay tomoni bor edi. Navbat kechikish, uyda bo'lmaslik, ayrim joylarda masofa, sog'ligi yomon odamlar uchun qiynalish. Lekin odam pulni qo'lga olgandan keyin u pul ustidan nazorat o'zida bo'lardi. Hozir esa ko'p pensionerlar pensiyasini plastik kartaga olyapti. Bu zamon talabi, bunga qarshi chiqish kerak emas. Karta orqali to'lov qilish oson. Do'konda xarid qilish mumkin. Kommunal to'lovlarni to'lash mumkin. Bankomatdan naqd pul yechish mumkin. Lekin aynan shu qulaylikning ichida yangi muammolar paydo bo'ldi. Men ko'p murojaatlarda shuni ko'ryapman. Odam pensiya tushgan deb o'ylaydi, lekin karta ishlamaydi. Bankomat pul bermaydi. Mobil ilovada hisob muzlatilgan ko'rinadi. Qarzdorlik sabab pul ushlab qolinadi. Yoki eng yomoni, noma'lum odamlar telefon qilib karta ma'lumotlarini olib qo'yadi. Yomon xabar shuki, karta hisob raqami oddiy hamyon emas. U bank tizimida yuradi, nazorat qilinadi. Qarzdorlik bo'lsa, ijro hujjatlari orqali unga ta'sir qilinishi mumkin. Shubhali operatsiya bo'lsa, bank vaqtincha cheklov qo'yishi mumkin. Men bu yerda odamlarni qo'rqitish uchun emas, hushyor qilish uchun gapiryapman. Agar pensioner o'z huquqini, bank qoidalarini, ijro tartibini va firibgarlarning usullarini bilmasa, eng oddiy pensiya kuni katta asabiylashishga aylanadi. Oldin pensiya kelganda odam pulni olib uyiga qo'yardi. Agar qarzi bo'lsa ham hamma holatda pulni avtomatik ushlab qolish oson emas edi. Hozir esa pensiya karta orqali tushgani uchun bank hisobiga keladi. Bank hisobi esa turli tizimlar bilan bog'langan bo'lishi mumkin. Masalan, aliment qarzi, kredit bo'yicha sud qarori, soliq yoki jarima qarzdorligi, kommunal qarzlar bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, ayrim holatlarda hisobga cheklov tushishi mumkin. Bu cheklov hamma joyda bir xil bo'lmasligi mumkin. Lekin pensioner bitta narsani bilishi kerak. Karta hisobiga tushgan pul mutlaqo daxlsiz deb o'ylash xato. Yana bir o'zgarish shuki, banklar xavfsizlikni kuchaytirgan. Masalan, pensioner odatda faqat mahalladagi do'konda 200 ming so'mlik xarid qiladi. Birdan boshqa viloyatda yoki internet orqali bir necha million so'mlik to'lov bo'lsa, bank buni shubhali deb ko'rishi mumkin. Ba'zan karta vaqtincha bloklanadi. Bu odamning pulini olib qo'yish degani emas, lekin pensioner buni bilmasa, pensiyam yo'q bo'ldi deb vahimaga tushadi. Uchinchi katta o'zgarish firibgarlik bilan bog'liq. Men aynan pensiya oluvchilarni nishonga olayotgan firibgarlar ko'payganini alohida aytaman. Ular telefon qiladi, o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi xodimi, ijtimoiy himoya vakili, hatto huquq tartibot idorasi xodimi deb tanishtiradi. Kartangiz yangilanadi. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun kod ayting, kompensatsiya puli tushiramiz, yordam puli beriladi deydi. Odam ishonib SMS kodni aytadi. Karta raqami, amal qilish muddati, orqa tarafdagi 3 xonali kodni beradi. Natijada hisobdagi pul yechib olinadi. Men birinchi navbatda bank kartasini o'zi ishlata olmaydigan, lekin kartani farzandiga, qo'shnisiga yoki tanishiga berib qo'ygan pensionerlarni ogohlantiraman. Karta shaxsiy moliyaviy hujjatga o'xshaydi. Uni mana olib yuraver deb berib yuborish juda xavfli. Bugun ishonch bor. Ertaga kelishmovchilik bo'lishi mumkin. Hatto yaqin odam ham ba'zida pulni ishlatib yuborib, keyingi oy qaytaraman deydi. Pensioner esa dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lovga pul topolmay qoladi. Ikkinchi guruh. Kredit yoki qarzdorligi bor pensionerlar. Masalan, bir otaxon oldinroq maishiy texnika uchun kredit olgan. Keyin sog'ligi yomonlashib, to'lovni vaqtida qila olmagan. Kredit bo'yicha ish sudga o'tgan bo'lsa, ijro organlari orqali hisob cheklov qo'yilishi mumkin. Otaxon pensiya tushgan kuni bankomatga boradi, lekin pul yecha olmaydi. U bank xodim bilan tortishadi, lekin aslida masala bankda emas, ijro hujjatda bo'lishi mumkin.
Shuning uchun qarzdorlikni yashirib yurish emas, oldindan aniqlashtirish kerak. Uchinchi guruh telefoni oddiy bo'lgan yoki mobil ilovadan foydalanmaydigan pensionerlar. Ular hisobda nima bo'layotganini kech biladi. SMS xabar ham kelmasa yoki telefon raqami eski bo'lsa, karta orqali qilingan operatsiyalar nazoratsiz qoladi. Men ko'p holatda shuni ko'rdim. Pensionerning kartasiga pensiya tushadi. Kimdir bir necha marta mayda-mayda yechadi. Pensioner esa faqat oy oxirida biladi. 50 ming so'm, 1 ming so'm, 1 ming so'm bo'lib yechilgan pul oxirida katta summaga aylanadi. 4-chi guruh onlayn xarid, klik, payme, bank ilovalari, SMS kodlar nima ekanini yaxshi tushunmaydiganlar. Bu uyat emas. Har bir avlodning o'z tajribasi bor. Lekin aynan tushunmaslikdan firibgarlar foydalanadi. Telefoningizga kod keldi. Ayting degan gapni eshitgan zahoti odam suhbatni to'xtatishi kerak. Bank ham, pensiya idorasi ham, soliq ham SMS kod so'ramaydi. Men buni juda qat'iy aytaman. SMS kodni aytgan odam kartaning kalitini begonaga bergan bo'ladi. Agar sizda qarzdorlik bo'lmasa, kartangizni hech kimga bermasangiz, SMS kodlarini aytmasangiz, bank bilan aloqa raqamingiz to'g'ri bo'lsa, pensiyangiz odatdagidek kelayotgan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Karta orqali pensiya olishning foydali tomonlari ko'p. Siz pulni xavfsiz saqlaysiz, yo'lda yo'qotmaysiz, uyda katta summa ushlab o'tirmaysiz. Kerak bo'lsa do'konda karta bilan to'laysiz. Muammo karta tizimining o'zida emas, muammo qoidalarini bilmaslikda, hujjatlarni tekshirmaslikda va firibgarlarga ishonib qolishda. Masalan, bir onaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kartasini hech kimga bermaydi, telefoniga SMS keladi. Bankomatdan faqat o'zi pul yechadi. Shubhali qo'ng'iroqlarga javob bermaydi. Bunday odam uchun karta qulay vosita bo'lib qoladi. Ammo boshqa bir pensioner kartasini nabirasiga berib qo'yadi. PIN kodni ham aytadi. Telefon raqami esa nabiraning nomida. Pensiya tushganini ham nabira birinchi biladi. Mana shu joyda xavf boshlanadi. Birinchi misol, pensioner otaxon 900 ming so'm pensiya oladi. U oldin bankdan 3 million so'm kredit olgan. Lekin 2 oy to'lamagan. Keyin jarima, penya, sud xarajati qo'shilgan. Pensiya tushgan kuni kartadan 300 ming so'm yechib qolinganini ko'radi. Otaxon bank pulimni o'g'irladi deb o'ylaydi. Aslida esa shartnoma va qarzdorlik bo'yicha avtomatik yechim bo'lishi mumkin. Bunday holatda birinchi ish bankka baqirish emas, kredit bo'yicha qarzdorlik ma'lumotnomasini olish, shartnomani ko'rish. Ijro ishi bor yo'qligini aniqlashtir. Ikkinchi misol, onaxonning kartasiga 1 million 500 ming so'm pensiya tushadi. Unga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq qilishadi. Sizga qo'shimcha yordam puli ajratilgan. Kartangizga o'tkazamiz. SMS kodni ayting deyishadi. Onaxon kodni aytadi. Bir necha daqiqada kartadan 1 million 300 ming so'm yechiladi. Keyin u bankka boradi, bank esa kod sizning telefoningizdan tasdiqlangan deydi. Bu juda achinarli. Lekin ko'p uchraydigan holat. Shuning uchun men yana takrorlayman. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank direktori deb tanishtirsa ham. Uchinchi misol, pensioner kartasini o'g'liga berib qo'ygan. O'g'li har oy pensiyadan faqat kommunal to'layman deb 200 ming so'm ishlatadi. Keyin asta-sekin 400 ming, 600 ming bo'ladi. Ona esa dorixonaga borganda kartada pul yetmasligini biladi. Bu huquqiy jihatdan ham, oilaviy jihatdan ham og'ir masala. Men farzandlarni ham ogohlantiraman. Ota-onaning pensiyasi bu ularning shaxsiy daromadi. U pulga birinchi navbatda pensionerning o'zi egalik qiladi. Yordam berish boshqa. Pensiyani nazoratsiz ishlatish boshqa. 4-chi misol, pensioner bankomatdan pul yechmoqchi bo'ladi, lekin bankomat kartani qaytarib bermaydi yoki operatsiya xato beradi. Odam pulim ketdi deb qo'rqadi. Aslida bankomat texnik nosozlik qilgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda chek bo'lsa saqlash, bankomat joylashgan manzilni yozib olish, darhol bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilish kerak. Ko'chadagi odamdan yordam so'rab, PIN kodni aytish mumkin emas. Bankomat oldida aka yordam beraymi degan odamlarning hammasi ham yomon emas, lekin xavf juda katta. Pensiya pulidan ushlab qolish masalasida ham nozik jihatlar bor. Har qanday ushlanma qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Agar hisobingizdan pul yechilgan bo'lsa, siz nima uchun degan savolga yozma javob talab qilish huquqiga egasiz. Bankdan operatsiyalar tarixi, ushlanma sababi, qaysi tashkilot talabi bilan yechilgani haqida ma'lumot so'rash mumkin. Agar ijro hujjati bo'lsa, ijro organidan ish raqami, qaror nusxasi, qarzdorlik miqdori haqida ma'lumot olish kerak.
Yana bir nozik masala, hamma karta ham bir xil emas. Ba'zi kartalar faqat mahalliy to'lovlar uchun. Ba'zilari xalqaro to'lovlar uchun ham ishlaydi. Agar kartangiz internet to'lovlariga ochiq bo'lsa, xavf oshadi. Men ko'p pensionerlarga shuni maslahat beraman. Agar internet xarid qilmasangiz, bankdan internet to'lovlarini cheklab qo'yishni so'rang. Agar faqat do'kon va bankomatdan foydalanadigan bo'lsangiz, ortiq pulingizni himoya yopish mumkin. Telefon raqami masalasi ham juda muhim. Karta qaysi telefon raqamiga ulanganini tekshiring. Ba'zan pensioner eski raqamini yo'qotgan, karta esa o'sha raqamga ulangan bo'ladi. Raqam keyin boshqa odamga berilishi mumkin. Natijada SMS xabarlar, tasdiqlash kodlari, bank xabarnomalari begona odamga borish xavfi tug'iladi. Shuning uchun bankka borib kartaga ulangan telefon raqamini yangilash kerak. Yana bir xato, PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning yonida saqlash. Bu eng xavfli odatlardan biri. Karta yo'qolsa, PIN kod ham birga ketadi. Men pensionerlarga PIN kodni tug'ilgan sana 1234 kabi oson raqam qilmaslikni maslahat beraman. Chunki bunday kodlarni topish oson. PIN kodni yodlab olish kerak. Agar yodlash qiyin bo'lsa, ishonchli farzand yordamida bankka borib, xavfsizroq usul tanlash kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam. Bankka boring va kartangiz holatini tekshirtiring. Pasport yoki ID karta, pensiya kartasi va telefoningizni olib boring. Bank xodimidan kartaga ulangan telefon raqamini, SMS xabarnoma yo'qilmaganini, internet to'lovlari ochiq yoki yopiq ekanini, kartada cheklov bor yo'qligini so'rang. Agar tushunmasangiz, xodimdan oddiy tilda tushuntirib berishni talab qiling. Bu sizning huquqingiz. Ikkinchi qadam. Oxirgi 3 yoki 6 oylik karta operatsiyalari tarixini oling. Qaysi kuni qancha pul tushgan, qayerga sarflangan, qaysi bankomatdan yechilgan, qaysi xizmatga to'langanini ko'ring. Agar siz qilmagan operatsiya bo'lsa, darhol yozma ariza bering. Men ushbu operatsiyani amalga oshirmaganman, tekshirishingizni so'rayman deb yozing. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 3-qadam. Qarzdorliklaringizni tekshiring. Kredit olgan bo'lsangiz, bankdan qarzdorlik qoldig'ini so'rang. Sud yoki ijro masalasi bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, tegishli ijro bo'limiga murojaat qiling. Agar siz qarzdorlikka rozi bo'lmasangiz, hujjatlarni talab qiling. Menga qaror nusxasini bering, qarzdorlik qanday hisoblanganini tushuntiring deyish kerak. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. 4-qadam. Kartani hech kimga bermang. Men buni juda jiddiy aytyapman. Farzandingizga ham, qo'shningizga ham, tanishingizga ham kartani doimiy foydalanish uchun berib qo'ymang. Agar sog'ligingiz tufayli o'zingiz bora olmasangiz, bankdan ishonchnoma, vakillik tartibi yoki qonuniy yordam usullarini so'rang. Hamma narsa hujjat bilan bo'lsin. Og'zaki ishonaman degan gap moliyaviy xavfsizlik uchun yetarli emas. 5-qadam. Telefon qo'ng'iroqlariga ehtiyot bo'ling. Agar kimdir bankdanman, pensiya bo'limidanman, kartangiz blok bo'ladi, kod ayting desa, darhol suhbatni tugating. Keyin kartangiz orqasida yozilgan rasmiy bank raqamiga yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Hech qachon qo'ng'iroq qilgan odam aytgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilmang. Chunki u firibgarning raqami bo'lishi mumkin. 6-qadam. Yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Agar oilada pensioner bo'lsa, unga baqirmasdan, uyaltirmasdan telefon firibgarligi qanday bo'lishini tushuntiring. Ona. Agar kimdir kod so'rasa aytmang. Dada, karta yo'qolsa darhol menga va bankka ayting. Bankomat oldida begonalarga ishonmang deb aniq misollar bilan tushuntirish kerak. Bir marta aytish yetmaydi. Buni vaqti bilan eslatish kerak. 7-qadam. Karta yo'qolsa nima qilishni oldindan biling. Karta yo'qoldimi, birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish. Keyin bank filialiga borib yangi karta chiqarish uchun ariza berish. Agar karta bilan birga telefon ham yo'qolgan bo'lsa, mobil operatorga borib SIM kartani bloklatish ham kerak. Chunki telefon orqali SMS kodlar kelishi mumkin. 8-qadam. Bank ilovasini faqat ishonchli odam yordamida sozlang. Agar o'zingiz tushunmasangiz, ko'chadagi odamga telefonni bermang. Bank xodimi yoki ishonchli farzandingiz yordamida ilovani o'rnating. Ilova parolini hech kimga aytmang. Telefoningizga ekran qulfi qo'ying. Juda oddiy tuyuladi, lekin aynan shu oddiy ehtiyot chorasi ko'p odamning pulini saqlab qoladi. Agar kartangiz bloklangan bo'lsa yoki pensiya pulidan ushlanma bo'lgan bo'lsa,
Banka borayotganda oyda karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, karta, telefon oxirgi SMS xabarlar, bankomat cheki bo'lsa, chekni olib boring. Bankdan yozma izoh so'rang. Agar bank biz bilmaymiz, boshqa tashkilot ushlagan desa, qaysi tashkilot, qaysi hujjat, qaysi sana asosida ekanini yozma ko'rsatishini so'rang. Arizada oddiy qilib yozish mumkin. Mening pensiya kartamdan falon sanada falon summa yechilgan. Ushbu operatsiyaning huquqiy asosi, oluvchi tashkilot nomi va hujjat raqami haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar firibgarlik bo'lsa, men ushbu operatsiyani amalga oshirmaganman. Karta ma'lumotlarimdan noqonuniy foydalanilgan bo'lishi mumkin. Kartani bloklash va tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman. Eng muhimi, ariza nusxasini o'zingizda qoldiring. Agar masala firibgarlikka o'xshasa, bankdan tashqari huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ham murojaat qilish kerak. Vaqtni cho'zmaslik muhim. Chunki pul bir hisobdan ikkinchisiga, keyin yana boshqa joyga o'tib ketishi mumkin. Qanchalik tez murojaat qilinsa, izini topish imkoniyati shunchalik yuqori bo'ladi. Men bugun sizni qo'rqitish uchun emas, himoya qilish uchun gapirdim. Pensiyani kartaga olish yomon emas. Lekin karta bilan ishlashda beparvolik juda yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Eng asosiy qoidalar oddiy. SMS kodni hech kimga aytmang. Kartani begonalarga bermang. Telefon raqamingizni bankda yangilang. Operatsiyalar tarixini tekshirib turing. Qarzdorlik bo'lsa oldini aniqlang. Shubhali holatda yozma ariza bering. Bu ma'lumotni faqat o'zingiz eshitib qo'ymang. Uyda pensioner ota-onangiz, bobo-buvinggiz, qo'shningiz, qarindoshingiz bo'lsa, ularga tushuntiring. Chunki bitta ogohlantirish bir oilaning bir oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin. Fikringizni izohlarda yozing. Sizda yoki tanishlaringizda pensiya kartasi bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu xabarni yaqinlaringizga albatta yuboring.